Assalomu alaykum barchaga. 26-sentyabr Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kuni. Do'stlarimiz orasida bormilar, yo'qmilar bilmadim, lekin chin ko'ngildan tabriklayman, balki yetkazishar. Shu kun munosabati bilan o'zim bir she'r yozgandim, bahoni sizlar berasizlar. Bugun elda baxti kulganlar kuni. Yuragi yurtim deb urganlar kuni. Shu ota tuproqqa, ona vatanga xizmatni qismat deb bilganlar kuni. Loyqa to'fonlarni tindiraman deb, urinmas birovga bildiraman deb, yovning oyog'ini sindiraman deb sarhadlarda sergak turganlar kuni. Har ne ham qolmaydi hikoya bo'lib, ko'p gaplar yuradi kinoya bo'lib. Ojiz bolalarga himoya bo'lib, xurganni boshiga urganlar kuni. Yashagandan ko'ra qahr qoldirib, yashagan yaxshi-ku faxr qoldirib, murg'ak farzandlarin sag'ir qoldirib, kurashlarda shahid bo'lganlar kuni. Ba'zi bir ko'zlarni tuproq to'ldirar, xudbinlik undan-da ko'proq to'ldirar, vijdoni oldida uyg'oq o'ltirar, o'z nafsiga qarshi yurganlar kuni. Bugun elda baxti kulganlar kuni. Rahmat e'tibor uchun.